Sigir va echki suti bola aqliga zararmi? Ko'pchilik tabiiy deb chaqaloqlarga sigir yoki echki sutini beradi, ammo ilm-fan bu borada ogohlantiradi. Aqliy zaiflik xavfi. Bu sutlarda temir moddasi juda kam. Temir yetishmovchiligi esa anemiya, bola miyasining rivojlanishini sekinlashtiradi, diqqat va xotirani susaytiradi. Buyraklarga og'irlik. Tarkibidagi oqsil va tuzlar go'dak buyragi uchun haddan tashqari ko'p. Vitamin tanqisligi. Echki sutida folat kislotasi yo'qligi sababli qon kamligi va asab tizimi nuqsonlariga sabab bo'lishi mumkin. Mutaxassis tavsiyasi: 1 yosh faqat ona suti yoki moslashtirilgan sut aralashmasi smes 1 yoshdan so'ng kuniga 2 stakandan oshirmagan holda berish mumkin. Sutning o'zi emas, uni eritma yoki me'yorsiz berilishi bolaning aqliy rivojlanishidan ortda qoldirishi mumkin.